Oson, foydali, mazali. Yeganingizda esa baliqni ta'mi kelib turadigan kotletalarni tayyorlashni xohlasangiz, tezda retseptni saqlab oling. Men bir dona tovuq filesiga bir dona kabachukni qirg'ichdan o'tkazib oldim. Keyin esa uni suvdan ajratib, file qiymasiga qo'shib yubordim. Oldindan ivitib qo'yilgan non bo'lakchalarini aralashmamizga solib, ustidan bir dona tuxumni chaqib yubordim. Ketidan tuz, tabga ko'ra murch, sevimli ziravor hamda ko'katlarimni qo'shib, yaxshilab qo'l bilan aralashtirib oldim. Qo'l bilan aralashtirib bo'lgach, 2 qoshiq un solib yubordim va barcha kotletalarning eng asosiy siri aralashma hosil bo'lgan tovoqchaga yaxshilab urib olgach, qarsilama ta'm beradigan panirochniy suxarini hozirlab oldim. Shu panirochniy suxarini qo'shsam juda ham mazali bo'lib chiqadi. Sizchi panirochniy suxarini qo'shasizmi? Kommentariyada aytib keting. Qo'llarimni ho'llab olib, kotletalarni yasab, qizib turgan qozonchamizga yog' solib, birin-ketin sola boshladim. Bu kotletalarni juda ham past olovda asta-sekinlik bilan qovurib olasiz. 10 daqiqacha qovurilib turgach, ikkinchi tarafi bilan o'girib, darrogina qoqma bilan yopib qo'yasiz. Past olovdan 15 daqiqadan keyin shunaqa sochniy, mazali kotletalarimiz tayyor bo'ladi. Bu kotletalarning foydali tomonini opisaniyada yozib qoldiraman. Obuna bo'lishni unutmang, foydali videolar hali oldinda.